Assalomu alaykum. Men o'zim vrach Barakayeva Shirin Zakirovnaman. Samarqand Nurobod tumanida, Nurobod shahrida poliklinikada terapevt kardiolog bo'lib ishlayman. Bu kompaniyaga ishga kelishim juda ham qiziq bo'lgan. 24-yil iyun oyida o'g'limni mazasi bo'lmaganligi uchun Zebinsa Hikmatovna degan doktor orqali tanishib shu yerga kelganmiz va o'g'limda juda ham yaxshi rezultatlarni olib boshlagandan keyin o'zim salgina vesim borligi uchun va yoshlikdan revmatizm o'tkazganman. Shuni hisobida bo'g'imlarimda hamisha qaqshagan og'riqlar bo'ladi. Chunki biz doktorlar hamisha ko'p yuramiz, ko'p harakat qilamiz. Shuni hisobiga bo'g'imlarda hamisha og'riqman. Ichmagan NPVS deymiz, ya'ni diklofenak, dikloberil hammasidan ichib ko'rganman, lekin bunaqa yaxshi rezultat ololmaganligi sababli, oshqozonim og'riganligi sababli men u dorilardan отказ qilib faqat massaj yo'li bilan jon saqlab yurdim va oxir-oqibat Ashkarol kompaniyasini programmalari bilan ishib boshlab, hozirda Allohga shukr, birinchisi detoks, keyin kalavada, keyin kollagen ichib ham yoshardim, Allohga shukr. Ham oyog'imdagi og'riqlar batamom desam ham yanglishmayman, ketdi. Yo'q og'riqlarim. Hozircha men karalmayinni ichaman, boshqa hech narsa ichmayapman. Kunim karalmayin bilan boshlanadi va tugaydi karalmayin bilan. Karalmayin ichmagan kunim salgina bo'g'imlarimda og'riq sezaman. Shuning uchun men umuman karalmayinni ichishni to'xtatganim yo'q. Juda ham yaxshi. Rahmat Karol klub kompaniyasida ishlaganlarga va shuni bizga tatbiq qilib O'zbekistonda mana shunaqa kompaniya kelgani uchun men juda ham xursandman. Rahmat.